kelib, u ulkan bir saxovat daraxtiga, mehr oqibat daraxtiga aylanishini hech kim bilmasdi. Yo'l uzoq va mashaqqatli, qorong'u va tikonli bo'lsa-da, ularni har qadamda Alloh qo'llardi, himoya qilardi. Chunki ular Alloh uchun, xalqi uchun, vatan uchun yo'lga chiqqanlar edi. Yetimlar kuldi, bevalar kuldi, mazlumlar qalbi shodlandi. Muhtoj va miskinlar to'ydi. Yurtga barokat keldi ortidan, mehr keldi, shukr keldi ortidan. Shunday bo'lsinki, sizlar uchun yoshsizdagi yetimlar qo'masin dunyoda. Men farzandlar Alloh sizga o'xshagan saxovatpesha insonlar bo'lsin. Bir tan bo'ldi ular, bir jon bo'ldi ular, go'yoki sahobalardek, tug'ishgan aka-ukalardek. Daraxt ildiz otdi, meva berdi. Danaklardan yana minglab daraxtlar undi. Endi uning cheki yo'q, endi uning oxiri yo'q. Endi ular jannatga qarab yo'l olgan yaxshilik elchilari. Yurakanlar, sen doim qalblardasan, insonlarning ezgu amallaridasan. Bugun endi boshqacha. Yangi kun, yangi boshlanish, yangi qadam, yangi sarlavha. Bir zarra, bir zum ham shubha yo'q, gumon yo'q. Chunki uning taqdiri buyuk, zotan niyati buyuk, maqsadi buyuk. Eng boshida turgan habibi buyuk. Uni qo'llaguvchi Robbisi buyuk. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.